Bugungi video gaz rasxod haqida. Agar siz shu to'rtta zapchastga bee'tibor bo'lsangiz, aniq sizda gaz rasxod baland, xoh u propan bo'lsin, xoh metan bo'lsin. Bugun shu haqida ko'rib chiqamiz. Birinchi zapchast bu switchi. Agar bu kuygan bo'lsa, katta ehtimol bilan gaz rasxod qiladi. Ikkinchi sabab bu drosselning zaslonka. Agar drosselning zaslonka to'lgan bo'lsa, rasxod qilishiga olib keladi. Bu haqida ko'pchilik biladi. Agar drosselning zaslonka haqida bilmasalaring, kommentariyaga yozinglar. Shu imенно drosselning zaslonka haqida video qilamiz. Uchinchi sabab vozdux filtr. Agar vozdux filtr to'lgan bo'lsa, havo o'tishiga qiynaladi, gaz rasxod qilishga olib keladi bu ham. To'rtinchi sabab katalizator. Katalizator bormi yo'qligi tekshiriladi. Agar yo'q bo'lsa, qo'yish kerak. Bu katalizator yo'qligi doimiy gaz rasxod qilishga olib keladi. Asosiy sabablardan biri. Agar kimda shunaqangi muammo bo'layotgan bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ishlaringni chiroyli qilib bitkazib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.